Salom, bugun men sizga judayam mazali, tovuqni sevmaydiganlar ham sevib qoladigan kotlet retsepti bilan bo'lishaman. Bizga bir dona tuxum kerak bo'ladi, piyoz, chesnok обязательно solish kerak, chunki shirin mazani aynan shu chesnok beradi. Где-то yarim buxankani suvga bo'ktirib qo'yib, yaxshilab suvni siqib solamiz. Va o'zingizga yoqqan ziravorlarni solsangiz bo'ladi. Men zira, tuz, murch soldim. Va tovuqli kotletimizni shirin chiqishi uchun bitta fishkasi bu mayonez. Mayonez обязательно solishinglarni tavsiya qilaman. Va hammasini aralashtirib olib, xolodilnikka 20 minutga yoki yarim soatga qo'yamiz. Ikki tarafini qizdirib olib, 10-15 minutga dimlab qo'yamiz. Qarabsizki, tovuqli kotletimiz tayyor. Va sizlar ham menga o'xshab bu ishni sovuq qidirayotgan bo'lsanglar, plyushki o'z profilini ko'rsanglar bo'ladi. 100% qo'l mehnati, qaranglar qanaqa chiroyli, akkuratni to'qilgan. Video sizga yoqqan bo'lsa, like va podpiska tashlab qo'ying.